ayrim qatlam bizga tovarni vid kerak deyapti-da, bozorda o'ldirib qo'yadi. Bu hozir bilinmaydi. Buni natijasi 1-2 yilda qattiq bo'ladi. Endi yig'ishtir deydi, chatag'i yuk kelyapti O'zbekistondan. Men agar biror joyda noto'g'ri gapirgan bo'lsam, mana shu yerda mana jamoat nechkisilar akalar 8 yoshlar ko'pdi, aytinglar, birorta gapim noto'g'ri bo'lsa agar. Sizga talab qilayotgan narsa teva 8 bo'lsin deyapsiz. Cho'kib qolmasin deyapsiz. Ha bu cho'kkani mayli. Butun millat shani cho'kyapti. Mana yerda o'zbek tovar o'lyapti sekin-sekin. Tovarni vid. Gilos butun dunyodan dubalar keladi. Bizda 17 xil nima razmer bo'lib qolyapti, borguncha. Mana tagidagi. Noto'g'ri bo'lsa ayting aka gaplarim, xolis ayting. Sizlar mehnatdan ham qoralanma, shuni ozroq solib, ozroq solinglar, pastiga yoqqan. mana ko'ringlar, o'zlari hech kim e'tibor bermayotgan juda og'riqli holatimiz bor. Biz oma e'tibor beryapmiz o'sha narsalarga-yu, sal kamroq solish kerak. Zakazchi qanaqa qilganda sizlarni zakaz. Yo'q, u zakazchida emas, to'g'ri tushunadi. Bozor, Oltarda bozorga borasizlarmi? Bozor, tevas cho'kib qolgan bo'lsa olmaydi. Lekin mana yezilayotganini tushunmayapti. Bu savdogar ham tushunmayapti, ayrim qatlam. Ayrim tayyorlayotganlar tushunmayapti. Shuning uchun maqsadimiz nima? 2025-yil, 2025-yil 17/07. 5 dan 7 minut o'tganda 4-may bugun xudo xolasa kelib biz bor haqiqatni yoritayapmiz. Buni rahbariyatga tashlaymiz, grupamizga joylaymiz. Endi gilos deydi. Mana oddiy zarbani. Qo'l bitta desa, bilmayman 10 kun o'rsa kerak qo'limiz. 10 kun. Ha bu jonivor mana meva ichi to'kilib qolyapti bu tanay. Endi qarang, mana. Ovozni qarang. Ha bu urganda bunday urganda miqdi. Ha bu zarba yeyapti.